Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan kelgan Faxriddin akamizga NMR 77 2 tonnali modelimizni qilib bermoqdamiz. Xudo xolasa akamiz bundan oldin hali Isuzu haydab ko'rmagan ekanlar. Endi boshlanishiga 2 tonnali modeldan boshlanmoqda. Faxriddin aka, bu Isuzuning bitta o'shanaqa sistemasi bor aka. Isuzuga kirgandan keyin boshqa modelga chiqib keta olmaysiz, to'g'risi. Modelni yangilaverasiz. Misol uchun 2 tonnadan 5 tonna, 5 tonnadan 10 tonna yo bo'lmasam ko'paytirasiz mashinalarni, lekin boshqa modelga o'tib keta olmaysiz. Oilamizga xush kelibsiz aka. Aka, bir qanaqadir fikrlar bo'lsa, ish progresslari haqida bir obunachilarimizga bir og'iz. Endi mana shu salonga biz Isuzu olamizga pul to'ladik. Hurmatli obunachilar. Mana o'z vaqtida chiqarib berdi. Bundan oldin ham chiqarib berdi. Shularga rahmat. Rahmat sizlarga. Nimaki niyat ham bo'lsa, niyatlar hamisha yetib yursin. Sizlar ham shu salonga kelib, shunaqa mashina olishlaringizni tavsiya qilamiz. Aka, ishingizga rivoj tilab qolgan holda, xudo xolasa kelajakda ham birga ishlash nasib qilsin aka. Bundan ham katta modellarga Sizlarga omad bersin hamisha. Xo'p, rahmat aka, yaxshi yetib olinglar. Rahmat. Xo'p, charchamanglar. Charchamaylik. Hurmatli obunachilar, kimga yana xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ko'ngillaringdan ortig'i bilan qilib beramiz. Isuzu ishonch va sifat.